Salom do'stlar, sizlar bilan men Nasluk 011. Bugungi videomizda bizlar shu Minecraftda mashhurli buyumda yashab qolishga harakat qilamiz. To'xtanglar, kaktusni bo'lsa ochadi. Kaktus suv ichadi deb o'ylagan edim. Albatta bu hazil do'stlar. Men hozir tezlik bilan ketaman bu yerlardan. Nachora bironta ovqat topish kerak. Bo'lmasa bo'lmaydi. Ana bu cholli biyom rasvo biyom deb aytiladi. Shuning do'stlar bittan ketgan undan keyin do'stlar mana varalay cholli biyomlardan suvda kib oldik yashil biyomli joylarga. Go'mi? Bitta nimalardir g'alati kaktusni otib yubordim yo'lda. Mana bu hozir men birinchi navbatda go'sht o'ylayman. Yo'yman dedi-yu. Albatta. Bitta bo'lma. Do'stlar aytgancha endi biz daraxt chopishimizga to'g'ri keladi. Do'stlar, men hozir daraxtni yaxshilab chopishim kerak. Bo'lmasa bo'lmaydi. Xo'p. Va bo'ldi, yetar. Endi yetar. Ochach yetar do'stlar. Do'stlar, mana shu videoni tagiga hozirchalik aytyapman. Mana shu videoni tagiga atiga sizlarni qiynayim kelmayapti. Atiga 50 ta like yig'ilsa buni ikkinchi qismini olaman. Ya'ni mana shunday joyda 100 kun yashab qolish. Hozir do'stlar, albatta bu birinchi kun. Hech qanaqa follar siz aytdim boshida, menimcha birinchi kun bu. Hozirchalikcha tog'ga endi ko'mir olishga o'tamiz, to'g'rimi do'stlar? Hamma har bir Minecraft'da shunaqa qilsa kerak. Yana bilmadim, ko'mir va boshqa instrumentlar bo'lib betdan chiqib ketamiz. Do'stlar, to'g'ri bitta ko'p narsalarni olmaymiz va kam narsalar olamiz. Qani do'stlar, olasizlaring buni tezlatdaman hozir do'stlar. Do'stlar, bo'ldi mana. Bo'ldim. Endi birinchi boltani olamiz-da, bolta kerak. Xo'p, boltani oldik. Lapatkani men nima qilaman? Lapatkani ham oldik. Mana musor anjomdan qutulamiz. Do'stlar, bu musor anjomdan. Musordan-da. Do'stlar, birinchi endi biz hozirchalik ko'mirlarni tez sindirib olamiz. Bo'lmasa bo'lmaydi. 1 2 3 4 5 6 7 8 10 ekan, 11 12 13 14 15 16. Do'stlar, keyingi video qanday bo'lishini ham kommentariyada yozib qoldiringlar. Xo'p, endi biz hozir metdan verstayimizni olib ketamiz. Wow. Do'stlar, biz tezda tepaga chiqib ketaylik. Bo'lmasa hozir oydat. Yetarlicha toshimizni oldik. Yo'limizdan chiqqan narsalarni vayron qilib ketish uchun. Do'stlar, metrodan olib ketdim. To'g'ri chiqib ketayotgan edim-ku. Endi metdan chiqib ketamiz, nachon. Do'stlar, metdan chiqishda o'zi iloji bormi deb o'ylab lapatgan nimaga olganimda. Endi shunga muzlan kerak betdan. 1-2 joydan mana bunaqa o'tir joylardan chiqolmasam lapatga bilan tekilib chiqib boraman. Yo'q, lapatga shart emas ekan. Do'stlar, aytlarda eng muhim ovqat bor. 2 ta ekan do'stlar. Bironta qishloqlarni tovush kerak do'stlar, qishloq tovush kerak. Xo'p.
o'zimizning baza uchun unday joy tanlaymiz. Do'stlar, ay, do'stlar, o'zimni o'zim tushib ketdim. Cho'k ketdim. Hozir. Tak tushdim o'sha. Do'stlar, mana Prям, nimaga betlarda hamma joyda unaqa do'stlar, Nezar portal va yana bir martalik Nezar portal bu yerda hamma o'zini yaxshi tutsa kerak. Nezar portal deb qichqiramiz, lekin bizga nimagadir omad kelyapti, kulib boqyapti. Birdaniga tashlaymiz, hurmatlar, 2-daraja. Ya, mayli mashlardan daraxt anaqa borib quramiz. Faqat birinchi seni ichingda sandiqda qo'marishibdi do'stlar, sandiqda. Kim o'margan bo'lsa ham kerakchi, buyurmasin. Dekkanlar albatta yo'q, lekin biz unaqa demaymiz. Biz ovqat yeymiz. Sen mol o'zing oyoqlaring bilan meni o'ldiring deb kelding sen. Do'stlar, 2,5 daraja. Anetta. Menga unchalik ko'p kerak bo'lsa, uni endi uy qurishimiz aniq. Birinchi hech qanaqa dizaynerlarsiz tezda o'ylab olish kerak bo'lmasa, hozirchalik chotog'im yasab olaman. Keyinroq o'zimizda bardamga ko'chiramiz. Hozirchalikcha bazamizni joyi mana bu yer lolalarni olib tashlaymiz. Bir narsalar qilib mana yo'qotamiz. Hozirchalikcha bitta pechka, bitta bu keyin oyog'imiz shabadalamasligi uchun keldimi? Taqilibdi do'stlar, aytgancha. Taqilibdi bu. Hop, buni ustida ovqatni pishirsam, buni tengamini olib turib, yana bitta yasaymiz. Bizda toshdan ko'proq emasmi, lekin mayli bo'ladi. Bunga buni qo'yib turib, bunga do'stlar, qanday bunga do'ykamlash bilmayapsizlar, lekin ovqatni ham har holda tayyorlab turish kerak. Axir do'stlar, quyosh botyapti, yotoq tayyorlab qo'ydimmi? Yo'q. Yotoqda nimaga tayyorlamadim? Tayyorladimmi? Hozir buni ko'ramiz va tayyorlabman, lekin qani? Mana ekan. Do'stlar, yotoq mana. 4 ta 3 ta o'g'lamiz qaysi birida pishgandir, 3 ta. Lekin ancha yaxshi. Hozir biz tezlik bilan daraxt chopamiz do'stlar. Bitta daraxt nimaga kerak deyishlar mumkin, lekin kerak. Daraxt kerak. Daraxt bo'lmasa qanday uy? Yo'q do'stlar, eng muhim daraxt qanday uy bo'ladi? Do'stlar, mana uni uxlatamiz. Bizni uyimizni naqalari nima deydi? Taxtasi devordagi oq bo'ladi. Mana unda bo'ladi. Nima deydi? Daraxt ham qo'yadi. Yechitlar uyga. Xuddi shunaqa daraxt, xuddi shunaqasi oqqayim bo'ladi. Do'stlar. Hop. Skelet bordek ko'rinadi, lekin mengacha yo'q. Oqqayin do'stlar. Oqqayin g'alati nom, lekin Minecraft'da qo'ygan. Ko'p kishiliklar oq daraxt deydi. Mana shu oq daraxtdan ko'p chopish kerak endi. Do'stlar, bari mollarni hozirchalikcha o'ldirib tashlaymiz. Do'stlar, tezlik bilan qilamiz. Hammasini bo'lmasa g'alati. 16 ta do'stlar, 16 ta. Hozirchalikcha uyimizni qurgani yetar, 12 ta. Hop, 4 tadan qilsak, 4 tarafga 3 ta. Yo'q, 16 ta bo'lish kerak ekan, 4 ta yetadi. Hisobga oshmanda do'stlar, lekin tezlik bilan qilish kerak hozir. Hamda kecham tushyapti, kech tushyapti do'stlar. Eng muhimi ana endi voy qizardi. Men ketdim. Lagerimiz qayerda edi?
Sizda sirasi uxlayman do'stlar, chunki bu hozir uxla. Negadir uxlamayapti. Hozir do'stlar bunday turaman. Va uxladim do'stlar, uxlab oldim. Zombilar hamma yerda bo'ladi. Hozir tursam, bitta zombi yo'q. Yaxshi. Do'stlar bizda 6 ta go'sht bor. Hozir go'shtni yopib qo'yamiz, chiqib kerak bo'ladi. Hozirchalik endi yana keyinroqqa do'stlar konga ham tushamiz. Hozirchalikcha uy qurib olish kerak. Eng muhimi maki pol kamroq bo'lsa polga metan olamiz ekanda. Ahmoqlardek. Polga chetdami? Zato polga shu uyda gektarligini nechtadir qilsak bo'ladi. Yetar nechtadir olsak. Bo'ldim do'stlar, bo'ldim. Do'stlar men bo'ldim mana. Endi o'qayni olish kerak. Eng zo'r boltamiz kelib ketyapti do'stlar. Yangi toporli bolta yasaymiz. Aholiga yangi. Bunday turib konga ham tushamiz. Hozirchalikcha birinchi 18 ta bo'lib ketibdi. 2 ta ortiqcha. Ikkitasini men boshim yoramanmi? Boshimdan ro'zib. Ana boshimdan ro'zib ketgan yapar. 2 ta qayin ortiqcha. 2 ta dedi aza. Do'stlar 2 ta qayin ortiqcha. Qo'ydik. 2 ta qayin ortiqcha bo'lib qoldi do'stlar. Do'stlar mana bo'ldi. Hozir biz atiga 2 ta qayin do'stlar adashib qo'yyapman. Aksincha ustiga chiqishim kerak edi. What? 1 2 3 4 ta bo'ldimi? Mayli mana. Do'stlar qaranglar 4 ta aniq. Chunki 1 2 3 4 5 ko'payib ketdi. Aytdim 14 ta bo'ladi. Xo'p 18 dan 4 darsak ham 1 2 3 4 5 mana mashta bo'ladi do'stlar. Albatta biz uyda hozirchalikcha tezlik bilan quramiz. Bo'lib turibdi. Ishqib. Keyin hozir birinchi tarafini quryapmiz. Qanida lagerimiz anayda. Hozir bularni anodlarga aylantirib olamizda. Hozir aylantirmasang hozir nimalar bo'ladi? Ana. Bir stakdan ham oshiq. Lekin g'alati bo'lyapti. To'g'ri ekan. Borib to'g'ri. Hop endi buni to'g'risidan 1 2 3 4 qilib sanasak. Mashta. To'g'ri. Hop endi o'rtasi. Do'stlar to'g'ri qaysi tarafdandir noaniq ketyapsan deyishlaringiz ham mumkin. Lekin men to'g'ri ketyapman ekan. Muhraj. Bo'ldi 2 ta ortdi bo'ldi. Do'stlar 2 ta ortiqcha dedim-ku. O'sha gapimni qildim. Xo'p, mayli maytlarga. Do'stlar, sizlar bilan men Nasluk 01 bo'ldim. Keyingi videolargacha xayr.